Assalomu alaykum yurtdoshlar, men Bo'rieva Maqsudaman. Allohim shu Koinot Kavsar sanatoriyasiga Alloh chaqirgan ekan, shu yerga keldik. Xudo xolasa mana iftor paytida kelganmiz. Tavakkal qilib keldik. Juda ham chiroyli qilib mehmon qilib iftorliklar, og'iz ochishlar, og'iz yopishlari sharoitlari juda ham zo'r, yaxshi. Minnatdormiz. Ertalab chiqsak iftorligimiz tayyor, og'iz yoptimiz tayyor, hamma narsa tayyor. Men qon kamlik bilan, bo'g'in og'riqlar bilan kelgandim. Sharoitlar zo'r. Vrachlar juda ham chiroyli qilib qabul qilib olishdi. Hammalari natijalarni juda chiroyli olyapmiz. Hamma sharoit bor. Bunaqa sharoit sanatoriyalarda yotib yurganman, lekin bunaqa sharoit yo'q. Ham doktor tomonidan, ham fizioterapiyalar, har tomonlama sharoit bor ekan. Doktorlar, vrachlar oldimizda, ukollik lecheniyalar ham bor. Tishingizdan oyog'ingizgacha davolashyapti. Rosa minnatdormiz xullas. Minnatdormiz. Juda ham yaxshi davolanamiz. Ochganlarga ham tan joylari sog' bo'lsin, xizmat qilganlarning ham tan joylari sog' bo'lsin. Bir berishdi, ming berishsin. Bunaqa sharoit yo'q, hech qachon больницаlarda ham hech qayerda ko'rmadik. Bunaqa sharoit, bunaqa arzon sanatoriyalar juda ham savob ishga qolishibdi. Arzimagan pul bilan kelib, juda ham yaxshi foyda topib ketyapmiz. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Shu chiroyli yo'llarda olib kelib, chiroyli kunlar ko'rsatganlariga shukrlar bo'lsin.